Beruniy tuman nasos stansiyalari va energetika boshqarmasida boshlang'ich kasaba uyushmasi tashabbusi bilan muhim tadbir bo'lib o'tdi. Unda 2025-yil jamoa shartnomasining bajarilishi yakunlari muhokama qilindi. Mazkur yig'ilish O'zbekiston agrosanoat majmui xodimlari kasaba uyushmasi Respublika Kengashi raisi tomonidan tasdiqlangan 2026-yil fevral-mart oylarida korxona va tashkilotlarda jamoa shartnomalari bajarilishi yakunlariga bag'ishlangan mehnat jamoalarining umumiy yig'ilishlari doirasida tashkil etildi. Yig'ilishda O'zbekiston agrosanoat majmui xodimlari kasaba uyushmasi Beruniy tuman kengashi raisi Xidikov Komiljon Rimbayevich, Beruniy tuman nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi boshlig'i Xalmuratov Jasur Baltabayevich, shuningdek boshlang'ich kasaba uyushmasi a'zolari va mehnat jamoasi vakillari ishtirok etdilar. Yig'ilish davomida 2025-yilda jamoa shartnomasi doirasida amalga oshirilgan ishlar atroflicha tahlil qilindi. Mehnat jamoasi a'zolarining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ishchi xodimlarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish borasida olib borilgan ishlar alohida qayd etildi. Bugun Beruniy nasos stansiyalari va energetika boshqarmasida kasaba uyushmasi boshlang'ich tashkilotining 2025-yilgi shartnomaning bajarilishi to'g'risida hisobot yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kasaba uyushmasi tashkiloti o'z faoliyatini kasaba uyushmalari federatsiyasi va agrosanoat kompleksi kasaba uyushmasi qarorlari ustavlarga asoslanib ish olib boradi. 2023-2026 yillar uchun jamoa shartnomasi tuzilgan ishlar shartnomadagi vazifalar bajarilib kelinmoqda. Beruniy nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi Qoraqalpog'iston Respublikasining Eliqqal'a, To'rtko'l, Beruniy tumanlarining maydonlarining sho'rini yuvish, ekinlarni sug'orish va zax suvlarni qochirish uchun xizmat qiladi. Prezidentimizning tashabbusi bilan qabul qilingan mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili davlat dasturini bajarish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqilib, ular bajarilmoqda. Hisobot davrida bir qator ishchi xodimlar faol va samarali mehnati uchun qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Bundan tashqari, xodimlar va ularning oila a'zolari salomatligini mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Kasaba uyushmasi tomonidan sanatoriylarga yo'llanmalar ajratildi. Yozgi bolalar oromgohlariga ishchi xodimlar farzandlari uchun dam olish yo'llanmalari taqdim etildi. Yig'ilish yakunida 2025-yil jamoa shartnomasining bajarilishi qoniqarli deb baholandi va 2026-yilda ham mehnat jamoasi manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy kafolatlarni yanada mustahkamlash bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi sho'rda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.